Qizlar, mana bu giyatsintni qaranglar. O'tgan kungi sovuqda yotib qolgan edi-da, mana bunaqa bo'lib qolgan edi. O'sha issig'ida yaxshi o'zini tutib olibdi. Voy. Manaki. Voy. Xafa bo'lib qoluvdim. Voy, sovuq urib qo'ydi. Gulini ham ko'rmadim degan edim. Kuzda ekilgan bu qizlar. Ben piyozli narsalarda kuzda eksalaring, erta bahorda gulini ko'rar ekanmiz-da. Endi bu yil piyozli lolalarimni hammasini olib boshqatdan ekmoqchiman, boshqa joylarini o'zgartirib. Piyozli gullarni to'g'risi kuzda ekib qo'yish kerak ekan. Kuzda eksa erta bahor chiqar ekan. Mana bu yoqlarga ham gul o'ruq sepganman. Mana bu prutni oldiga ham gul o'ruq sepganman. Mana achitgan ahvoli. Endi ko'ramiz buni, chunki men sovuq urishdan 2 kun oldin ekkan edim. O'shaning uchun ham yerga hali moslashib olmagan edi. Sovuq urgan bo'lishi mumkin, deyapti sotuvchi. Ko'ramiz, lekin mana bu joylarida haligi hayot bor. Mana bu achitkamiz juda yaxshi ekan. Bu asalcha yaxshi. Manaki sovuq urmagan. Mana bu yoqlarga ham gul urug' sepganman. Gul urug' sepganman. Mana bu yoqqa sepgan edim, mana shu burchakka. Endi ko'ramiz, endi ozroq havolar isisinchi chiqib qolar. Ungacha biz mana bu gullarimizni ekib turamiz. Mana bu tarafga ham urug' sepganman. Endi bu mana bu yoqqa ramashka sepgan ekanman. Mana bu ramashka sepganman mana bu yoqqa. Hali lekin chiqqan yo'q. O'zi kun ham qizib ketmayapti. Yomg'ir ustiga yomg'ir, salqin. Ham bu uyni burchagiga quyosh tushmaydi, kam tushadi-da. O'shaning uchun ham hali chiqqani yo'q. Mana bu yoqdan gexeramiz chiqishni boshlabdi. Mana bu tarafga ham urug' sepganman. Endi bu mana bu yoqqa ramashka sepgan ekanman. Mana bu ramashka sepganman mana bu yoqqa. Hali lekin chiqqan yo'q. O'zi kun ham qizib ketmayapti. Yomg'ir ustiga yomg'ir, salqin. Ham bu uyni burchagiga quyosh tushmaydi, kam tushadi-da. O'shaning uchun ham hali chiqqani yo'q. Mana bu yoqdan gexeramiz chiqishni boshlabdi. Ko'proq urug' olib kelib ekkanman. Endi kutamiz. Chunki bu yoqni to'ldiraman, gul sotib olaman desam, oila byudjetidan ancha mablag' chiqim bo'lib ketadi. O'shaning uchun urug' ekkanman. Qizlar, men haligi nima qilib qo'yganman-da, chirindi qilib qo'yganman-da. Molni porisi. Keyin biz talabalar shaharchasida turamiz. Bilasizlar, universitetlar ko'p. O'sha yerda archazorlar rosa ko'p-da, archalarda. O'shalarda igolkalari tushadi. O'shalarni olib kelib, haligi bitta yamamiz bor. Kompost qilib o'sha yerga qo'yamiz. Mana bunaqa igolkalarni chirindisini qilib qo'yganman-da. Hamma gulni o'sha chirindi bilan ekaman. Hozir mana buni ekdim. Endi buni anaqa qildim. Как medovkaga o'xshatib, ozgina to'proq, chirindi, to'proq, chirindi, to'proq qilib, mana bunday qilib ekib chiqdim. Qolganini ham xuddi shunday qilib ekaman. Mana shunaqa chirindi qilib qo'yganman. Yama bor, yamani ichiga qo'yganman. Mana bularni ham shunday qilib ekdim. Hozir buni o'rtasiga mana shu ramashkadan, karlikli ramashkadan ekmoqchiman. Aziz gul shaydolari, gulsevarlar, tabiat sevarlar. Mana men asosda narsalarni ekib bo'lish arafasidaman. Ozgina dam olsam hozir.
Nima demoqchiman? Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bog'laring chiroyli bo'lib, sizlarni ham ko'karsin. G'oyibona do'st, o'rtoq, dugona bo'lib qolinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldiringlar. Ezgulikda ko'rishguncha, azizlar.